Atigi 4 dona mahsulotdan 1 list Napoleon tayyorlaymiz. Hech qanday konvertlarsiz 1 soat davomida eng oson usulda soqqangi qarsildoq Napoleonni tayyorlashni ko'rsataman. Hattoki xamirini xolodilnikka qo'yish ham shart emas. Xamir qilamiz u darrov pishirib olamiz. Sariyog' yoki margarinda un bilan uqalab olamiz. Muzdekkina suvimizga tuxumni chaqib, mushlamasdan ehtiyotkorlik bilan xamir qilib olamiz. Xamirimizni ishib chiqishi aynan shunga bog'liq. Agar qattiq mushlab qo'yadigan bo'lsak, Napoleonimiz ishmasdan chiqadi. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan o'rtaga yig'ib xamir qilib olamiz va qizib turgan duxovkada pishirib olamiz. Krem uchun sariyog' molokoni mikser qilamiz va har bir korjimizga kremlar surtib chiqamiz. Eng oson usuldagi pisochin Napoleonimiz tayyor.